Təxminən 150 kişilik hüquq qoğduqçusu Airbnb'nin baş icraiya əməldarı Çizikiga yazğan xətində Airbnb'nin Xitayning dəhşətli kişilik hüquq dəpsəndiciliki xatirəsini nəzərdən saqit qılıb, vəziyyətni normallaşdırıyotqanlığını təkidləş bilan birgə, bu şirkətning Uyğur və Tibet cəmaətiga qılınğan kişilik hüquq dəpsəndiciliki bədəliga texmi keng sayohat kəsbini qollashi və tərəqqiyatıga ilham verməsligi kerekligi bildirilgan. Mazkur şirket 2022 yıllık bېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ رەسمىي قوللىغۇچىلىرىنىڭ biri. Kişilik hüquq təşkilatları Xalqara Olimpik Komitetining qo'llovchilarini Xitoyning Uyg'ur, Tibet va Hong Kong aholilariga qarshi kişilik hüquq dəpsəndiciligi sababli bېيجىڭ bilan bo'lgan hamkorligini tekshirishga taklif qildi. Shuning bilan bir vaqtda xalqaro jamiyat va hukumatlarni 2022 yillik qishliq Olimpik tənhəriket musobaqasini boykot qilishga chaqirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri ئانتونى بىلىنكىن Amerika Tashqi ishlar ministrligining to'r betida bayonot e'lon qildi. U bu bayonotida yana mundaq degan: Xalqaro jamiyat Xitoyni kunsiri ayblayotgan bu mezgildimi, Xitoy yanala Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilmoqda. Amerika Xitoy hukumatini Uyg'ur va boshqa millatlarni bostirishni to'xtatishga, lager va qamoqxonalarga xohlagancha solab qo'ygan insonlarning hammasini qo'yib berishga yana chaqiradi. Biz bugün öz ittifaqdaşlarımız bolğan Angliya, Kanada və Yevropa İttipaqiga həmdəm buluş, ularning harakatiga qatilish uchun bu harakatni qo'llandik. İttifaqdaşlarımız yana Sharqi Turkiston va boshqa davlatlarda yuz bergan zo'ravonlikqa munosabatli kishilik huquq jinoyatlarini jazoladi. Bu harakatlar shuni ko'rsatdiki, biz ko'p taraflama hamkorlashish orqali kishilik huquqni qo'llashni kuchaytimiz hamda Xitoy kompartiyasining qabih qilmishlaridan hisob olamiz. Avrastalya bilan Yangi Zelandiya hukumatlari 23 mart birlashma bayonot e'lon qilib, Uyg'urlarning vaziyatidan qattiq andisha qilayotganligi, Yevropa İttipaقı, Angliya, Kanada va Amerikaning Xitoy kompartiyasining Uyg'ur elidagi amaldorlarga yurgizgan jazolash tadbirlarini qo'llaydiganligini bildirgan. Bu yozma bayonot Avrastalya Tashqi ishlar va savdo ministri Marisa Pin bilan Yangi Zelandiya Tashqi ishlar ministri Nanai Mahutaning nomida e'lon qilingan. Bayonotda yana Uyg'urlarga qaratilgan ig'ir kishilik huquq dəpsəndiciligiga oid aniq dalillarning borligi eskartilib, Avrastalya bilan Yangi Zelandiya, Kanada, Yevropa İttipaقı, Angliya va Amerikaning tunugin kechida e'lon qilingan embargo tadbirlarini qarshi oladi. Biz bu davlatlarning jumladan butun Avrastalya va Yangi Zelandiya jamoatlarida mavjud bo'lgan bu cho'nqur andishalarga o'rtoqlashimiz deyilgan. Yevropa İttipaقı Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosati sababidan bir qism Xitoy amaldorlarini jazolash qarori va Xitoyning bir qism Yevropa siyosiyonlari va organlarga jazo yurgizganligini e'lon qilishi taraflar o'tirisidagi ziddiyatni kuchaytirdi. Germaniya, Fransiya va Belgiyani o'z ichiga olgan Yevropadagi bir qancha davlat o'z davlatidagi Xitoy bosh elchilarini tashqi ishlar ministrligiga jiddiy chaqirib e'tiroz bildirishdi. Yana bir tarafdan Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Yevropa İttipaqining bېيجىڭda turishliq bosh elchisi Nikolas Chapoisining Xitoy amaldorlariga qaratgan jazo qarori sababidan ministrlikka chaqirilganligi bildirildi. Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi dushanba kuni kechda Xitoyning Guilin shahrida ko'rishgandan keyin birlashma axborot e'lon qildi. Lavrov Amerika va G'arb davlatlarining Rossiya va Xitoyga jazo yurgizayotganligini eskartib, bu jazoning qabul qilinmaydiganligini ta'kidladi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Lavrov bilan ko'rishganda G'arb davlatlarining bo'libmi Yevropa İttipaقı va Amerikaning Uyg'ur rayonidagi kishilik huquqqa daxl taruz qilganligini bahona qilib, Xitoyga qarshi pozitsiyada tutganligini aytdi va G'arbdagi bir qancha kuch Xitoyga tuhmat chaplash va ayblash uchun qayta sahnaga chiqdi dedi. Xitoyning ichki ishlariga aralashish davri mangu davomlashdi degan Wang Yi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashidan 80 necha davlat Xitoyning Uyg'ur siyosatini qo'llaydi dedi.
Türkiye Tashqi ishlar Ministrligi, Xitoy Tashqi ishlar Ministri va Davlat komissari Wang Yining Turkiyada rasmiy ziyoratda bo'ladiganligini e'lon qildi. Bayonotda mundaq deyildi: Xitoy Xalq Cumhuriyati Davlat komissari Tashqi ishlar Ministri Wang Yi 2021-yili 24-martdan 26-martgacha davlatimizni ziyorat qiladi. Bayonotda aytilishicha, yig'in jarayonida ikki taraflik munosabatdan boshqa rayon va xalqarodagi navbatdagi masalalar muzokara qilindi. Tashqi ishlar ministri Wang Yi prezident Rajab Tayyip Erdo'g'an bilan ko'rishadiganligi mo'ljallanmoqda. Yana bir tarafdan 25 mart Turkiyadagi Uyg'ur tashkilotlari Xitoyga qarshi keng ko'lamli namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazishga tayyorlik qilmoqda.